Assalomu alaykum hammaga. Mana xudo xolasa obunachilarimizdan keyin sovg'alar inovatga olgan holda mana xudo xolasa do'konimizdagi narsalarni obzor qilib bering. Do'koningizda nima narsa bo'lsa shularni yoritib bering degan uchun xudo xolasa mana obunachilarimizni sovg'alarni yerda qoldirmasdan xudo xolasa biz boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Bugun xudo xolasa 5-may 8:31 soatimiz ertalabki. Xudo xolasa dastlabki xizmatlarimiz bepul, labolarimiz xizmatda, telefon qilaverasizlar. Dastlabki yetkazib berish xizmatimiz bepul. Xudo xolasa. Mana unda bismillahirrohmanirrohim boshladik mana unda. Mana Reko 450 markali Plus 450 Plus ekan xudo xolasa mana. Bu sementimiz 690 so'm, 680 so'm beryapmiz. Bemalol mana shu nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Dastlabki xizmatlarimiz bepul. Konch 690 so'm, 680 so'm ham beryapmiz buni haqiqatan buni ham. Bu ham o'ta sifati bomba buni ham. Xudo xolasa bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa mana qo'ygan narsalarga o'tamiz. Mana endi ketdik mana. Xudo xolasa rodman, satin, kley, yana bitta kley. Bundan qimmat kley mana. Xudo xolasa bular narxlari mana xudo xolasa rodmanimiz narxi hozir 20 ming so'm. Bu satinimiz ham narxi 20 ming so'm. Bu satinni ham narxi 20 ming so'm. Bu kleyimizni ham narxi 20 ming so'm. Bu kleyimiz narxi 25 ming so'm. Bu kleyimiz narxi 28 ming so'm. Xudo xolasa qimmat narsa tez sotiladi deydi. Bundan ham bir 10 ta 15 ta kilodek hali 3 kun bo'lmadi xudo xolasa. Yaxshi ketyapti. Ketishi zo'r xudo xolasa. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Dastlabki xizmatlarimiz bepul. Albastirlarimiz xudo xolasa. Albastir 35 kilolik. Xudo xolasa sifati o'ta zo'r bulardi ham. Qo'qondan to'g'ri o'zimizga keladi. Xudo xolasa buni narxini 35 kiloligimiz 25 ming so'm sotyapmiz hozir. Obunachilarimizga 23 ming so'm qilib beramiz. YouTube'dan ko'rib telefon qilyapman, Instagramdan ko'rib telefon qilyapman degan obunachilarimizga обязательно hamma narsa narxini tushirib beramiz. Ketdik xudo xolasa boshqa narsalarga. Netib so'yimiz mana. Xudo xolasa iri anaqa allash xudo xolasa bu ham chotki zo'r buni ham. Sement bilan xudo xolasa buni narxini 180 ming so'm labosi beryapmiz. Labosi bilasizlar qanaqa yuklanishini. Juda ko'p yuklanadi haqiqatan mana. Buni dastlabki xizmatlarimiz bepul yuklab olib borib beramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Bepul dastlabkamiz. Yana bir eslatib qo'yay. Xudo xolasa. G'ishtimiz xudo xolasa 1200 so'mdan beryapmiz. Nechta desanglar yuklab olib borib beramiz. G'ishtlarimiz o'ta zo'r mana. Xudo xolasa bemalol ancha-muncha narsa hech narsa so'maydi xudo xolasa. Komsolobod mana. Zo'r. Qumda haqiqatan qumiman degan sifat o'ta bomba mana. Xudo xolasa buni labosini 150 ming so'm beryapmiz. Yuklab olib borib berishimiz, dastlabki xizmatlarimiz bepul. Shu qumni narxi 150 ming so'm bersanglar bo'ldi. Labolarimiz xizmatinglar. Mana xudo xolasa bu ahtat sementimiz xudo xolasa 660 so'm, 670 so'm beryapmiz buni. Xudo xolasa 50 kilolik qilib buni elektronik torozlari tortiladi. Bemalol murojaat qilaverasizlar, behijolat. Yana bir eslatib, dastlabki xizmatimiz bepul. Buni ham sifati o'ta zo'r buni ham.